Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich. Menga bitta yordamingiz kerak. Qarang, men mehnat birjadan nafaqa olishim kerak ishsizlik bo'yicha. Lekin uni men so'radim. Qilgan dokumentim apreldan to'g'irlaganman. Aprel o'rtasida oyni mayda pul chiqish kerak edi menga. Aprel mayda yarim chiqish kerak edi. Lekin viloyat tumaniga chiqsam, viloyat tumani aytayapti. Chiqdi pulingiz. Lekin bu yoqqa kelgani yo'q. Bu yoqdagilardan so'rasam pul tushgani yo'q. Unday bo'lgan, qarzdorlik, xo'p. Aprel oyida qarzdorlik va may oyida ham nahot qarzdorlik bo'lsinmi? Sizlar tushuntirib beringlar. Mehtram Shavkat Miromonovich, bular nima cho'ntagida ishlayaptimi, yolg'ondan gapiryaptimi? Haqiqatni menga ochib beringlar. Qani haqiqat? Haqiqatni ko'rsatinglar menga. Nima qilay? Gapiring ani. Qayerga borsang, otangga bor, onangga bor. Telefon qilsam, telefonni o'chiryapti. Oldiga borsam, qochib ketyapti. Nima qilay? Boshlig'i Ulug'bek bilan Qobil. Kirsam, azizga ayt, onangga ayt, falonga ayt, otangga ayt deb turibdi. Azizga kirsam, aziz tushuntira olmayapti. Kimga nima shikoyat qilay? Qani gapiringchi, muhtaramli Shavkat Miromonovich. Nima qilaylik? Bo'lmasa bironta o'g'irlik qilaylik bo'lmasa. Ish topib bera olmasa, narsa qilib bera olmasa, 2 oyligini men to'g'irlaganman, hali menga yozgani yo'q, javobini aytgani yo'q aka. Endi nima qilay? Qani gapiringchi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, kimga shikoyatnoma qilaylik? Tushuntirib beringlar bizga, xalqqa. Nima qilsin xalq? Undan ortiq o'g'irlik qilmasak bo'lmaydi, bundan ortiq. Haqiqatni aytinglar. Borsak, bu yoqqa borsak, Ulug'bek qochsa, bu yoqqa borsak, Qobil qochsa, bunisiga telefon qilsak, aziz ko'tarmasa, qarzdorlik bor deb, aprel oyligini to'laganmiz deyapti viloyat. Viloyat mehnat birjasidan bandlashtirish bo'yicha hammasiga borsak, otangga bor, onangga bor. Nima uchun bo'lmasa nafaqa ochdingiz? Xalqni ish bilan ta'minlolmay. Pul ajratib beringlar, iltimos sizlardan. Kutyapmiz. Sizdan iltimosimiz shundan iboratki, Shavkat Miromonovich Mirzayev hojatda iltimos qo'ldan kelguncha yordam beringlar, nafaqa beringlar, ajratib men nafaqamni. Meniki o'zimnikini bersa bo'ldi, xolos. 3 oyniki deb 6 oy ekan, mendan yashirib 3 oylik degan ekan bular. Nima qilyapti bular? Kimga shikoyatnoma yozaylik? Tortinglar mana bular, jinoiy javobgarlikka tortinglar o'tirganlarni, Ulug'bekni, Qobilni, Azizni, uchalasini ham tortinglar jinoiy javobgarlikka. Nima qilaylik undan ortiq? Qani gapiringchi Shavkat Miromonovich. To'g'ri, qo'li kalta ekan deb hammani oyoq osti qilar ekansizlar-da, ha? Nima endi qo'li kalta deb tillar uzun bo'lish kerakmi? Lekin men qo'ymayman buni. Agar siz xalqona aziz Shavkat Miromonovich oldingizga chiqaman men. Men tuporlardan biriman men, tuporlardan. Nima qilay? Gapiringlar. Qo'ldan kelguncha qilay. Qani maslahat beringlar qani bizga. Ulug'bekka borsak, otangga bor, onasiga borsak, onangga bor. Tushuntiringlar bizga, majbur bo'lyapmiz o'g'irlik qilishga. Shu tinch joyimizga, O'zbekistonimiz tinch joyda. Nima kerak bor anaqa? Chiqaringlar nafaqa deganmiz, nafaqa chiqarsin, ishsizlik bo'lsa, ish bilan ta'minlansin, qolganlarni ham shu o'z mustaqil tumandan ish ochilsin, ishxona ko'p qurilish bo'lyapti. Necha joylarda hokimiyatda ham yangi qurilish bo'lyapti. Undan bu yoqqa kuch bermasinda, yangi firma ochsin. Bu yoqda bitta remont qilsa arziydi. Naqa kerak? Gipsa, kafel, narsa qo'yib. Kerak emas o narsalar. Qo'yiladigan joy to'g'ri qo'yilsin. Mana ochsin, mana nafaqa ajratsin odamlarga, xalqqa. Bersin mana pulini, yemasdan cho'ntagida hammasi. Qarzdorlik bor, sizdan oldin 100 ta bor. 100 ta bo'lsa, 100 tasiga nahot qancha summa jo'natganini bilmaydimi hech kim? Jo'natgan-ku viloyat tumani. Berdik deyapti. Summani aytishimiz mumkin emas dedi, to'g'ri. Haqiqat bular, summasini aytishga haqqi yo'q. Lekin bu narsani to'g'rilab beringlar bizga, Shavkat Miromonovich. Kursida o'tirganlar chetda yaxshi o'tira olmayapti. To'g'rilab beringlar shu narsani, iltimos sizlardan. Qilinglar haqiqat. Qani haqiqat? Haqiqat topib beringlar. Bironta haqiqat yo'q. Chiqarib beringlar haqiqatni. Xalqim tursin, xalqim oyoq tursin deysizlar, Shavkat Miromonovich. Bu yurishi bu bo'lsa qanday xalq oyoqqa turadi? Bu yurishi bu bo'lsa, ish bilan ta'minlanmasa, ha topdim zavod, Baxtex, ha topdim bu zavod. Gala-paraqalar o'tiribdi Baxtexda. Men hammasini ko'rdim. Mana hozir shuni orqasidan men jiyanim operatsiya bo'lib chiqdi. Sovuqda ishlab, Baxtexda. Keyin odam ishlagisi keladimi? Uyda men bekorchi, ayolim bekorchi, oilam bekorchi. Qilinglar bu ishni.